وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de mundaktaydı. وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ. Allah Ta'ala bu ayette insanların nemi buyuruyordu? Hiç akrabalar kimlerden ibaret? Sil-i rahim kılışının hükmü nime? Sil-i rahimnin derecesi nimelerden ibaret? İhtiyaclık uruk tuqqanlarga zakat berilsi bulamdı. Uruk tuqqançılıkını çıkış kılıp durup, ayal uruk tuqqanlarının bir sorunda oltırışı doğru mu? Bizge yamanlık kılgan uruk tuqqanlarımız bilen kandak muamilde bulunuz? Qani sohbetimizden davamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallimu ala seyyidil evvelin vel ahirin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın her qaysı yerlerde görümen kırındaşlar, bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlıq programımızın 13. bölümünü sizler bilen ortaklış üçün ben Nizamiddin Temkini hukuk ve mecburiyet namlıq sohbetimizden daimlik mihmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir arıq geldik. Sohbetimizden bu bölümünde İslam'da uruk tuqqanlar arasındaki münasebet ölçümü doğrusunda toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Muhammed Ali. Aleykümselam. Bizden bugünkü sohbetimiz uruk tuqqanlar arasındaki münasebet ölçümü dairesinde buldu. Onda bolğanken ular bilen biz tanışıp çıkışımız zörür. Uruk tuqqanlar kimlerden ibaret? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala emma ba'du. İslam ictimai münasebetlerinin en mühim halkası olan uruk tuqqanlarni özara yıqınlaştırış üçün sil-i rahme prinsipini oturuğa koygan. Şu Kur'an hadisler tilga alınan sil-i rahme uruk tuqqanlar arasındaki özara münasebetini bağlaşını görüstüdü. Hem şu ayette tilga alınan, hadisler tilga alınan sil-i rahme dairesiga kiradigan kişiler kim degan savolga kelgan vaqtda inchki surishti qilib eng yaqin doirasiga muayyanlashtirsak, yana dada, ana tarafdan bog'lanadigan urug' tuqqanlarni ko'rsatdi. Masalan, dadasi, anasi va dada ana tarafdagi hamma tog'alari va asti tarafdan o'zining bolalari va jiyanlarigacha bir tuqqanlarigacha mushtarini ko'rsatdi. Endi islomning umumiy ruhiga qaraganimizda İslam'ın umumi prensipleri qaraganımızda biz bu daireni bu tar halatda bekitip qo'ygandan, to'xtatgandan kengaytgan yaxshi. Chunki İslam demek ijtimoiy kapolat demek amaliyotda. İslam demek o'zaro yaxshilik qilish demek. Mushu nuqtadan aytgan vaqtda sil-i rahmaga qilishga tegishli tuqqanlarning doirasi biz bayatdan degan eng kichik doiradan boshlansa, kengayib Irak tuqqanlargacha, hatta xulum xo'shlargacha hammasini qanday qiladi, o'ziga oladi. Deganimizdek, islom demek ijtimoiy kapolat demek. İctimai kapolat demek. Bu İslam'ın büyük bir mas'uliyat prinsiplerinden birisi. Bu alaka bu noktadan o'zaro yordamlashish, masalan, biz degandek doiraning eng kichik halqasidan eng keng halqagacha o'zaro yordamlashish, ijtimoiy kapolat, boshqalarga berish, mushu nuqtalarning hammasi mushu Qur'on, hadislarda tilg'ilingan sil-i rahmat doirasining ichiga kiradi. Hani biz mushu mayli o'zimizningki üstümüzdeki birishga tegishli zakat qo'shgan mecburiyet şeklideki yaxshilik ato ehson şekilleri olsun yoki undan boshqa nafli şekildeki yani ixtiyoriy şekildeki qiladigan yaxshiliklarimiz olsun. Mushlarning hammasini mushu doirada, mushu halqisiman, yumaloq halqisiman doirada kengaytib berish kerak. Chunki eng yaqinlar bizning yaxshiligimizga eng loyiq kishilar.
Biz şu noktada şu prinsipni tushunishimiz kerak. İnsanın Xaliqqa yetiş, Xaliqqa bağlanış yolu maxluq orqali bo'ladi. Allah'a yetiş yol Allah'ın bendiler arkalık. Yani yaxshi salih amellerini qilish orqali Allah yetir demekçi. Tabii. Ve a'mal salihan tarda. Tabii. İnsanın ki dünyada mevcut buluşunun tüp sebebi ne mi? Yaxşı iş qilish. Yaxşı iş qilish endi nereden başlanadigan vaqtda yaxşı iş qilish del biz bayatdan degan şu Siyar Ahmed dairesidagi kishilarning eng tuan, eng tar halqasından başlanıp şu boyunca etrafı qanday qilsa bo'ladi, kengaysa bo'ladi. Masalan, eng yaxshiligimiz kimga loyiq? Ota-onamiz. Ondan başqa balalarımız, qarindoshlarimiz, tog'larimiz, hammalarimiz şu boyunca kengayib narva tuqqanlargacha, ondan başqa yiroq tuqqanlar xulum xo'shna mush doirada qanday qilsa bo'ladi, kengaysa bo'ladi. Endi mushu yerda mushu munosabat bilan men deb qo'yishga tegishli, qistirib tegishli bir masala, chunki buning orqasidan kelib chiqadigan masalada yaxshilik qilish degan birovlar bilan aralashib o'tish degandek bir hukmni o'ziga oladi. Chunki yaxshilik qilishning maqsadi shu, Siyar Ahmedga buyurilishning maqsadi o'zaro munosabatni bog'lash. Tuqqanlar munosabati nuqtasida biz doirani kengaytdik. Xo'sh. O halqa mahram doirasidagi tuqqanlar bilan qarashlik qilmay kengaytdik biz uni. Kengaytgandan keyin bu yerda bir g'ayri shar'iy shaklda aralashish ahvoli kelib chiqadi. Bulutmaylik bizning millatning ishida biz masalan deyli ota-onamiz, qarindoshlarimiz din boshqa masalan bizning narva tuqqanlarimiz bo'ladi. Hammalarimizningki balları, o'g'il qiz balları bo'ladi. Tog'larimizning o'g'il qiz balları bo'ladi. Mush aralashish jarayonida pek ehtirom bilan yashab kelgan xalq biz. Masalan, oilada bir tuqqanlarimizning ayollari bo'ladi. Yoki qiz bir tuqqanlarimizning yo'ldosh bo'ladi. Mushu munosabatlarda ehtirom bilan yashab kelgan bo'lg'achqa, shu ehtiromning turtkisida ba'zi chek-chegaralar ayrilmay qolgan ahvollar bor. Şu qarindoshlarımızga tavsiya qiladigan, eskartib qo'yadigan muhim nuqta bu yerda. Tamam, yaxshilik qilish babiga kelgan vaqtda biz degandek shu chambardan, shu dugulak doira bo'yicha dugulaksimon shaklda yiroq tuqqanlargacha qanchalik yiroq bo'lsin kengaysak bo'ladi. Ammo muomala qilish jarayonida chuqum mahram tuqqanlar bilan g'ayri mahram tuqqanlarning o'tirisida muomala jihatda diqqat qilish kerak. Yani musulmon bo'lish sifatimiz bilan shariy o'lchamda tutishimiz lazım. Shariy o'lcham tutishimiz lazım. Yani masalan kiyim-kechak o'lchami bo'ladi. Mahram tuqqanlarga qarta belgilangan kiyim-kechak o'lchami bilan mahram bo'lmagan tuqqanlar o'tirishga kiyim-kechak o'lchami o'xshamaydi. Muomala, gap so'zdimi biroz farq va mahram tuqqanlarning uyisiga har vaqt kiraveramiz masalan. Ammo mahram bo'lmagan tuqqanlar tuqqan bo'lsaqmi, qanchalik yaqin bo'lsaqmi, qanchalik ehtirom qilsaqmi o'zaro, ammo uyisiga kiyib chiqishda masalan xilvat bo'lmaslik degandek, masalan uyda boshqa odam bormi yoki yolg'izmi, mush nuqtalarga alohida qanday qilish kerak, diqqat qilish kerak. Atrofda ko'ramiz, mening navra akamti, navra singlimti degan bahonalar bilan normal aralashib ketadigan ahvollar va tabiiy nurg'unlari normal aralashib bo'lishi mumkin, ammo biroz chegara qo'yish lazım. Ama bu chegara yana yaxshilik qilish yo'llarini qanaqa qilsa bo'lmaydi, ustun olmaydi. Yaxshilik uzluksiz davom qiladi, ammo shu yaxshilik qilish jarayonida qanaqa qilish kerak? Bir chegara bilan yaxshilik. Chunki Allohning qabul qiladigan yaxshi ishlar, Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlar. Oyatda bor sura Namlninki 19-oyatida va an a'mala salihan tarda. Chuqum yaxshi ishimiz Allah razı oladigan bir şekilde buluş kerak. Bir şekilde. Çünkü yaxshi ish deganning mana bir ishga o'lcham bo'ladi. Birisi cho'qim dinde belgilangan chek-chegara ishida bo'lish, sunnatga loyiq bo'lishda ifodalanadi bu. Yana birisi xolis bo'lish. Biror manfaatga bog'lanib qolmaslik, riyo va bu degandek Allohning roziligidan boshqa har qanday bir g'araz aralashmagan shaklda ikki shart hosil bo'lgan vaqtida ondan keyin qilgan yaxshi ishimiz Allah razı bo'lgan yaxshi ish bo'ladi. Shu vaqtda maqbul bo'ladi va uning amaliy ijobiy ta'siri aramizda shu vaqtda shakllanadi. Shunga Siyar Ahmed doirasini qanchalik kengaysak yaxshi,
Ama sil rahmet qilish jarayonida kelib chiqadigan ba'zi salbiy ahvollarga qarata chek-chegarani ayirish to'g'ri. Undaqda bizning urf-odatlarimizda o'zlashib ketgan urug' tuqqanlar bilan birga o'ltirib qo'pish degandek, ya'ni biz yashagan va o'sib bitilgan bu muhit sunnatga muvofiq emas deyalamdiq yani. Endi bizning boshqa millatdan biroz farqlanadi, bizning urf-odatimizda. Başka milletler hem de biraz da özünün mehrem urug' tuqqanlarının qishida biraz uçkurak yürüydü mesela. Ondan keyin mehrem emaslarının qishida shunda ahvollar shakllanib qoladi. Biz bu şekilde muomala qilmaymiz bizning millatga. Bizning millatda hatto o'zining onasi deyildi yoki o'zining qizi yoki qiz o'zining dadasi o'g'il qarindoshlarining oldidami normalda bak uch qo'ymaydi endi. Bu noktadan bizning millat elhamdülillah biraz yaxshi. Yani qarindoshlarımızga musha haqda tavsiya qildiganimiz faqat mahram bo'lgan tuqqanlar bilan o'ltirib qo'pish, so'z, harakat, aralashish, xilvat yoki xilvat olmaslik, mush qatorliq masalalarda mahram bo'lmagan tuqqanlar bilan mahram bo'lganlarni biroz qana qilish, farqlantirish. Mahram bo'lganlarningki o'zguchlik bir chek-cheki va mahram bo'lmaganlarning o'zguchlik rioya qilish tegishlilik bir nimasi va adab axloqlari va. Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadislar orqali bizga bir hudud bir chegara shaklida sizib berdi. Sura Baqaradagi 187-oyatida tilka hududulloh fala taqrabuha. Bu yaqinlashmaydigan bir chegara qizil siziq bu. Chunki biz uyan atlab o'tgan hamallam bizning haliqi qilmoqchi bo'lgan sil rahmi, haliqi yaxshi ishlarimiz, haliqi yaxshi niyatlarimiz oxirida yaxshi natijani bermay qilishi, balki salbiy ba'zi oqibatlar, salbiy natijalarga qanaq qilishimiz mumkin, uchrab qilishimiz, qishib qilishimiz mumkin. Faqat sil rahim qilishning hukmi nima endi shariatimizda? Vojibmi, sunnatmi yoki mustahhabmi? Yani bizning bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan islom fiqhisida qilayotgan har bir ishimizga urdidigan bir tamom bor. Xo'sh. Bir o'lcham bor. Masalan, ba'zi ishlarimiz farz bo'ladi, ba'zi ishlarimiz vojib bo'ladi, ba'zi ishlarimiz sunnat muakkada, sunnat g'ayri muakkada, mubah, makruh, tanzih, makruh, tahrim, harom degandek mushu nuqtalarga ayriladi. Bu savolni nihoyat go'zal chiqdi. Yani sil rahmi qilish Allah subhanahu wa ta'ala'nın Qur'ondagi buyruqi, hadislardagi tashabbuslarga ko'ra bizga nisbatan vojib chiqadi. Ya'ni biz kesin qilib urug' tuqqandochilikni yetkazish vojib deb aytsak bo'ladi ekan. Vojiblarning qatorida. Yani bu bir belgilama. Ama yani tekrar bir asl o'tish to'g'ri keladi, ahamiyati bo'lganligi uchun urug' tuqqanlar orasini Sel yiroq tuqqanda üzüp qo'yish asla bo'lmaydi, bu haram. Xo'sh. Cho'qim munosabat bog'lanib turish kerak, urug' tuqqanlar o'zaro yo'q qilinib turish kerak. Ammo biz bayatın degandek chek-chegara o'lcham aniq qilish kerak. Masalan, bir misol olsak, bir ya o'rmon yoki bir bayovonda ketib olsak, oldimizga bir chegara siziliqliq bir taxtadan biriga u yoqqa o'tmang, mina ko'milgan rayon deb bir xat yezib qo'yilgan bo'lsa, ya'ni bizni o'tmaslikni cheklagan bo'lsa, xo'sh. yoki sizningki boradigan manzilingiz, nishoningizga mangadigan yo'l bu yoqda bir yo'lni ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, shu manga vaqtdagi hissiyotimizni o'ylab boqaylik, yo'lda asla mangmaymiz endi. Mina ko'mil degan joyda. Uni ezib-tezib birachimizning aqliga bu mening erkinligimni bo'g'di. Ben mangmoqchi bo'lgan yo'lning oldiga nima qo'yibdi, taxta qo'yibdi. Bu yoqqa mangda ko'rsatib qo'yibdi demaymiz. Chunki u bizning salomatimizga foydali bo'lgan o'xshaydi. Hayotda inson yer sharidagi eng murakkab maxluq. Hatto inson o'zini tushunmaydi nurg'un yerlarda. Bu murakkab maxluqni tushundig'ini Alloh, yaratquchi Alloh biladi u maxluqning ahvolini. Uning qaysi yo'ldan mangsa, o'zining nishoniga sog'lom yetib mangalaydi. Qaysi yo'ldan mangsa minaga desib oladi, uni Alloh biladi. Shunga ula degan yerda, munosabatni bog'la degan yerda, orangni ittifoqlashtir degan yerda shu bo'yicha qilishimiz kerak. Mening chek-chegirsa, mani bilan bo'lgan munosabatingni doirada saqlab qolsa degan yerda shuningga alohida diqqat qilish kerak. Hammasi
Bizning erkinligimizda bo'lgan yoki bizga bir xafliqlarni atib qo'ygan, mushaqqatlarni atib qo'ygan bo'lmasin, bizning salomatligimiz va turmushimizda xotirjam yashashimiz uchun qo'yilayotgan talablar, qo'yilayotgan mas'uliyatlar, qo'yilayotgan haq-huquqlar va had-hududlar. Yuqoridagi so'zlardan men bir to'rt narsani tushundim. Biri shu urug' tuqqanlar o'zaro ziyorat qilishish, ikkinchi sig'inish va so'rashib turish, uchinchi o'zaro moddiy va ma'naviy tarafdan yordamlashish bir-biriga. Ya'ni to'rtinchi Alloh yo'liga yetaklash, haqni tavsiya qilish bir-biriga. Buningki nihoyatda muhim nuqtalar ekan hammasi. Bu bizning suhbatimizning nazariy tarafi bo'lsa, yuqoridagi bu masalalarni amaliyot qanday tatbiqlashimiz mumkin? Endi biz bugun suhbatimizning temasi bo'lgan silir rahmiga munosabatlik mazmunning doirasini favqulodda kengaytirib o'tdik. Ya'ni kichigi eng tar doirasi deyiladi, kichik demay. Tar doirasi ota-onamiz va yaqin urug' tuqqanlar din boshlansa, kengaysa bizning yaqin qo'lim qo'shnig'icha. Buni amaliy hayotda tatbiqlashning shakllari, masalan, endi ularning ahvolini hech bo'lmasa eng aqllisi surishtirib turish. Surishtirib turish. Bo'lsa hamdaligi bag'an siri bir jamiyat kengaydi. Hatto odam o'zining tuqqanlarini bilmaydigan bir holatga yetadi. Tunush bilishlar ko'payib, ba'zi tunush bilishlar unutilib qoladigan ahvollar bo'ladi. Bo'lsa bir tizimlikdan birini tug'izish. Tizimlikdan birini tug'izish kerak. Tizimlikdagi har odamni o'ziga inson biz davomli darslarimiz tashabbus qiladigan bir ahvol bor. Yaxshi ishdan birisiningki yetilish uchun oldi bilan inson o'zini zo'rlash kerak. Xo'sh. Oldi bilan sun'iy shaklda, qig'isi bombasimi, eg'i kasimi zo'rlash kerak. Ikkinchi qadamda biroz o'zlashidi. Uchinchi qadamda sening axloqingga aylanadi. Shu vaqtda sendan buni bo'lsa. Musha ishdimi, mush urug' tuqqanlar masalasidami? Biroz zo'r kasimi. Xizmat shuncha aldirash bo'lsinmi? O'qish shuncha aldirash bo'lsinmi? Tijorat shuncha aldirash bo'lsinmi? Avval urug' tuqqanlarning bir tizimligi bo'lishi kerak qishingda. Sana bo'lgan yaqinlik darajasi bo'yicha, lekin shu bo'yicha o'zingga vaqt to'xtatib, shularning ahvoliga qarab turib, ularni ziyorat qilib turish kerak. Ahvolini kuzatib turish kerak. Sog'lomligi qanday, tijorat ishlari qanday, kirimlari qanday, chiqimlari qanday, bolalari qanday bo'yotadi. Agar qo'lingdan kelsa, shu ishlarga yordam bersang bo'ladi, ehtiyojli bo'lib qolsa. Qo'lingdan kelmagan taqdirda sen ularni qanday qilib qo'ysa, hech bo'lmasa bir maslahat tursa, paloni pukuni bunga yordam beraydi masalan. Maishangni ma shaklda qanday qilsa, hal qilsa, buning yo'llari avo, buning yo'llari mavo degandek bir shaklda yo'qlab turish kerak. Mana bu bizning mavjudligimizning asosiy sababi shakl talab qilingan yaxshi amal degan shu. Sura Nahlning 32-oyatida udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya'ni inson qilgan amali bilan kiradi jannatga. Ya'ni jannatga kirishning bir badali bor. U badal dunyodagi nima? Yaxshi ish. Jannatga kirgandan keyin bu daraja bo'ladi ya jannatniki. O'sha darajani hatto va li kullin darajatun mimma amilu. İnsanın qilgan ishiga qarab turib daraja bo'ladi. Dunyoda hayotini yaxshi ishlar bilan o'tkazgan inson bilan yaxshi ish qilib boqmagan insonning jannatda darajasi o'xshash bo'lishi bu mumkin emas. Hatto qiyomat kunisi bizning tunji eslab qoladigan, tunji orzu qiladigan ishimiz nima? Robbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya'ni bir qaysam yaxshi ish qilib olsam, ya'ni dunyoda qiladigan eng buyuk ish bu. Endi yaxshi ish desa, bizning kallamizga shunday bir xato uqumlar kelib oladiq, ya'ni. Yaxshi ishni boshqa yerdan izlaymiz-ku. Bek buyuk yaxshi ishlarni izlaymiz. G'oyavan yaxshi ishlarni izlaymiz. Masalan deylik, islomga xizmat qilish desa, islomda boshqa bir narsa yo'q. Musulmonlarga xizmat qilish desa, musulmonlarda boshqa bir narsa yo'q. Salih amal qilamiz, salih amalda ayrim bir narsa yo'q. Shu bizning atrofimizdagi Ahmad, Muhammad, Samatlar, shu islom shu. Xo'sh.
Musulmonlarni so'yganlik atrofimizdagi Ahmad, Mehmet, Samadni so'yganlik shu. Musulmonlarga xizmat qilish atrofimizdagi bizga o'xshash ikki put mang'idigan musulmonlarga xizmat qilganlik shu. Yaxshi ish deganlik shu atrofimizdagi yaxshi ish shu. Cho'qim boshqa yerdan, boshqa salohiyatlar, boshqa bir qiyofatda kelsa yaxshi ish va xizmat va suyish atrofimizdagilarni unutilib qolishi bu bir musibat. Shu boshqa yaxshilik bizning eng yaqinlarimizdan qanday qilish kerak? Başlamış kerak. Demek biz o'zaro urug' tuqqanlarimizni yo'qlash va shularningki ahvolidan xabar tepish va hamkorlashish, moddiy va ma'naviy tarafidan bir-birimizga yordamchi bo'lish, yordamlashish asosida bir oila halqib urug' tuqqanlar ichida bir jamiyat shakllanadi. Undan keyin bizningki masalan jamiyat Nınki islah qilinishi va yaxshilanishi va birlik va barobarlik, hamkorlik to'g'izishiga asoslanadigan gap. Dal mushu yerdan boshlaydi. Biz suhbatimizning birinchi qismidan davatimiz bu, ta'kidlayapmiz bu gapni. Bugungi bolalar masalan deyli, kelgusidagi jamiyat shu. Masalan, urug' tuqqanlarimiz bor. Urug' tuqqanlarimizningki bolalarining ahvolidan biz bexabar. Ya moddiy sabab tufaylidan maktabda o'qitilmaydi, masalan deyli. Yoki ideyasidagi bir fikr, maktabga bo'lgan ahamiyatning bo'lmaganligi maktabga anda favqulodda bir ko'ngil bilish bo'lmaganligi tufaylidan sal qarab bolalarni o'qitmaydi. Biz atrofimizga tunish bilish, urug' tuqqan, qo'lim qo'shnilarning mushtaraflaridan xabar topishimiz kerak. Siz degandek ma'naviy va moddiy jihatda bularni yaxshilikqa yetaklash kerak. Bolalarni misol, bolalar maktabda o'qitmagan bo'lsa, maktabda o'qitishga tashabbus qilish kerak. Agar moddiy jihatda qiyinchilik bo'lsa, qo'lingdan kelsa sen hal qilasan, qo'lingdan kelmasa hal qiladigan qo'ldan keladiganlar bilan aloqalashib, o'dlashib qo'ysa, buning o'zi bir sila rahmining bir turlari. Chunki men shunday qarayman, bir kichik bolalarni, masalan, biz bugungi kundagi 10 yoshlik, 8 yoshlik, 9 yoshlik, 11 yoshlik bizning oilamizdagi bolalarimizni o'qitmasdan kelgusi jamiyatga qo'yib o'tish so'zlashni bilmaydigan odamni dengizga tashlatgan bilan o'xshash. U vaqtda mayli shaxsiy yoki millat xarakterlik yoki davlat o'tqasi davlat xarakterlik bir mahkumiyatning tunji qadami. Sening shu tuqqanlaringning, qo'lim qo'shnilaringning, atrofingdagi kishilarning bolalarining yaxshi tarbiyalanmaganligida seyli rahmi babida turib sizning bir kishilik mas'uliyating bo'ladi. Çünkü bu noktada her bir adam mas'uliyat egisi. Seyli rahmi babida turib bir mas'uliyat egisi bo'ladi. Razı olsun Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de meşhur seyli rahim to'g'risida bir necha oyatlarda bir necha yerda bayon qildi. Shulardan biri vallazina yasiluna ma amaralloh ma amarallohu bihi ayyusal. Yani bir oyatda seyli rahimni uzishninki xatiri to'g'risida bir agahlandırgan asasda yani bir ayette fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum deb bayon qildi. Yani sili rahimni uzib qo'yasizlarmi deb bir endişe Allah Subhanahu wa taala mu'minlardan bir endişe qilgan bir ma'nodik bir oyat. Endi Allah taala yuqorqi oyatda insonlarni nimaga buyuruydi? وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ يُوصَلْ İkincisi وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Yani bu ayette burulğanı şu, biz yukarıda bayan kılıp atkan sile rahmi şu. Kılışkı tegişlik sohbetimizin başında degendek mecburiyet şekildeki bir sile rahmilerimiz var. Mesela değil zakat. Yaşavatqa adamın ki zakat yakadek bir hal otulu demesin. Bir zakat meselesi mi akalliyse zakat etrafımızdaki tuqqanlarımızda başlanıp anlayıcı takılıdı. Yani bir noktayı eskertip koyayım. Zakat insanlamda bir tasvirlesek bir derek okşaydı. İnsanınki bir gol ve yıldız iki bir tarafı oldu. Yani ata-anası ve balları. Zakat bu iki noktaya doğru gelmeydi. Zakat bu iki noktaya doğru gelmeydi. Yani ata-anasına doğru gelmeydi. Ata-anasının üstündeki boğulurga doğru gelmeydi. Meyli ana da taraftan. Ve ballarga doğru gelmeydi. Balları nerelerine doğru gelmeydi. Ama tarafının şahçıları var. Yandan çıkan. Bir tuqqan. Akfukka, sığıl ve tağa, amma, ciyen, mağla. Bularla asası gol emez, yandan çıkan şahçılar oldu.
Bular agar zakotga ehtiyojli bo'lib qolsa, dal zakot mishatdan boshlanadi. Zakot insonning eng aqalli ado qiladigan bir majburiyati, yaxshilik majburiyati. Bu yaxshilik dal mushu nuqtadan boshlanadi. Hatto mening tavsiyam bularga zakotni bergan vaqtida "Mo zakotni" degan shaklda emas. Masalan, uni bir hadiya shaklda. Hadiya shaklda deganimiz, masalan, mening ya qirindishim bor, yoki tag'am bor, yoki narvi tuqqanlarim bor. Qirsak ahvoli biraz yaxshi emas. Iqtisodga ehtiyoji bor. O'zining qilayotgan kirimi normal turmushiga yetmayotgan. Bolas oliy maktabga kiramayotdi. Nimishqa? To'laydigan pulingiz yo'q. Masalan, maktabda o'qimayotdi, chunki maktabninki masraflarini to'lamayotdi. Biz buni ko'rdik. Ana o'gandan biz zakotimizni shaqqida shuningga yordam sifatida mana ma'pulga balangizning maktab pulisini to'lang masalan. Ma'pulga balangizni o'qiting. Ma'pulga ehtiyojingizni qamdang. Ma'pulga siz davolaning kelishingizga. Ma shaklda hadiya shaklda ularning qalbini qirmasdan, ularni bir kichik tushamasdan masalan, ya'ni o'zini tuqqanlarining oldida bir past o'ringa uchib qolgandek his qildimasdan ularga sirahmini qilish Alloh subhanahu va taolo bayatdan o'qilgan oyatlarda bu ulashga buyurgan, üzüb qo'ymaslikqa buyurilgan munosabat shakllarininki, yaxshiliklarninki turlarining qatoridan. Men faqat zakotni misol sifatida oldim. Undan boshqa nurg'un masalalar bor. Faqat misol sifatida zakotni olib qoldim. Bizning urug' tuqqanlarimizning ichida, u ma'naviy, moddiy jihatda yaxshilik qilish emas, tunimaydiganlarimiz chiqib qoladi. Shunday. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Hatto bolalarimiz ba'zi tog'alarini Arlıq yiroq olmasımı, hamda bugungi shaharlashgan bir turmushning ritmi jiddilashib ketgan bir jamiyatda tog'larini tunugan taqdirdimi, uning engi o'ssa tunmaydigan. Bu bir nomus bu-chu. Bu islomning asli prinsipiga asla yiroq yaqindan munosabat yo'q bir ish asli. Islom bir jamiyatning qurilishini tam inson munosabatidan boshlab qurib chiqishga tashabbus qildi. Biz suhbatimizning birinchisini shu yerdan boshladik. Avval inson o'zi yolg'iz bir inson bo'lib, o'ziga bir hamroh, shu hamrohdan boshlanadi. Ayol. Undan keyin ota, bola, shundaymi? Undan keyin qarindosh, undan keyin mush shaklda quriladi islom tashabbus qilgan jamiyat. Bu biz atrofdagi retiventizlashgan dunyoga moslashib ketsak, biz islom ummati bo'lish sifatimiz bilan bizga asla yarashmaydi. Endi jamiyatimizda ba'zi kishilar urug' tuqqanlarning aziyat yoki yomonlik qilishini chiqish qilib turib, urug' tuqqanchilikni uzib qo'ydigan ishlar bor. Bu menga eskilik qildi. Buning bilan munosabatimni kesaman. Bo'ldi, tuqqandarchiligimiz yo'q, orada bitsin deganga o'xshagan nimalarni qilib turib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi esimga kelyotdi. Laysal wasilu bil mukafi, walakinal wasil allazi iza qata'at rahimah wasalaha. O Buxoriyninki rivoyat qilgan hadisi. Endi urug' tuqqanlarim menga yomonlik qildi deb turib, sil rahimni uzgan kishilarga nima deyishimiz kerak endi? Endi amaliyot yaxshilik loyiq odamga qilinadi va loyiq emas odamga qilinadi. Bayatdan o'qilgan hadisga o'xshash yaxshilik qilsam, silahni ulaydigan, munosabatni ulaydigan, agar yaxshilik olmay qolsa, uzdigan bu islom buyurgan yaxshilik emas. Islom buyurgan silahim bu emas yani. Islom buyurgan silahim emas yani. Agar sen yaxshilik qilgan odam, silahni qilgan odam, unga loyiq odam bo'lsa, ya'ni sana nisbatan bir qilgan yaxshilikqa yomonlik qiladigan odam bo'lmasa, tamam, texmi yaxshi. Bu sendal joyiga bergan bo'lsa, agar sen silahni qilgan tuqqaning masalan, sana yomonlik qiladigan bo'lib qolgan bo'lsa, sen balkim bu orqali yomonlik qilsimi, yaxshilik qilishing orqali bir tasavvur qilg'usiz bir o'tirda muhabbatning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, idfa billati hiya ahsan, baynaka va bayna kanahu adaw waliyyun hamim, kanahu waliyyun hamim. Ya'ni sana yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish orqali uning qalbini fath qiladi. Ma eng muhim nuqta. Men birov yomonlik qilaman.
Xo'sh. Uni g'aybatini qilma masalanchi. Uning yomon gapni aqtimi? U uni bilib turib, Xo'sh. menga yaxshilik qilsa, menda bir o'ylanish paydo bo'ldi. To'xtab turay. Nima deb menga yaxshilik qiladi? Men uning yomonlik qilib olsam, uning g'aybatini qilib olsam, bu bir go'zallik bu-chu. Eng go'zal axloq. Manda bir buyruq bor, tavsiya bor islom dinimizda. Allohning axloqi bilan axloqlanadi. Allah subhanahu va taoloning 99 asmo sifatlari bor. Xo'sh. Va Qur'onda bayon qilingan Allohningki bir ish izlari bor. Masalan, Allah subhanahu va taolo gunoh qilgan bandani afv qiladi. Xo'sh. Yaxshilik qilganga Allah uning mukofotini tabiiy beradi. Gunoh qilgan bandiga Allah afv qiladi. Tövbe qilsa uni qabul qiladi. Endi mushu nuqtadan o'zimizga o'ylab baqsak, bizga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilish bu tabiiy insonlik hamda bu insonlik hal jazaul ihson illa al ihson yaxshilik qilmagan yomonlik qilgan odamga nisbatanmi biz shu idfa billati hiya ahsan degan oyatning taqozosi bo'yicha uning yomonligini yaxshilikqa qilib o'zgartirib, ya'ni yomonlikqa yaxshilik bilan javob berishimiz kerak. Bu amaliyotda bir dars unga berilgan. Inson bunday qiladi degan gap. Yani o vaqtda afuvchanlik to'g'risida jiq oyatlar bor aslida. Xuzil af. Masalan, kazimin al-g'ayz wal afin nas intiqom elishga qodir turib, yomonlik bilan javob qilishga qodir turib, yaxshilik qildayotdi, judami ya. U vaqtda fazilat uradi. U vaqtda fazilat uradi. Bu orqali sil rahimni yetkazish demakchi yani. Sil rahimni ulash. Endi masalan ba'zi kishilarningki tushanchisida masalan zakat mal to'g'risida bu so'zlanib o'tgan bo'ldi. Moddiy tarafdan yordamlash. Zakat mal chiqirdigan, zakatini berdigan pul milning kishilarningki illa zakatni oilaning sirtiga chiqarishni. Ya'ni oilaning sirtiga berishni, oilaning sirtidagi faqir miskinlarni izlab shularga yetkazishni. Buni afzal deb qaraydigan ahvollar bor. Ammo aynı zamanda o'zininki urug' tuqqanlarning ichida masalan hammasininki, tog'asininki ya inisining ya singlisininki degandek urug' tuqqanlarning ichida o'z oilasi ichida zakatga ehtiyojli kishilar bor turib, ya ularning ahvolini chuqurqidek izdishib ya ahvolini so'rab qilmaganlik sababi bilan bilmaydi. Ya qasdlik bilan yoki sahvanlik bilan o'shunda unutilib qolgan ahvollar bor endi. Bu ishlar bizning jamiyatlarimizda amalan bildigan ishlarningki biri endi. Bu masalalardan bir azroq to'xtalib o'tsak. Bayatdan az ilgari mushaqqim azroq deb o'tgan, yana bir takrorlash zarur bo'lib qolsa, qisqacha takrorlasak bo'ldi. Ya'ni kishi o'zininki o'q üstü tuqqanlari va o'q asli tuqqanlari. Yana buna deganim kishi ota-onasi va ota-onasining ota-onasi, balasi va ballarının balları ma şekildagi tuqqanlarga zakat vas bo'lmaydi. Ammo ondan boshqa yanğa shaxschilik chiqqan tuqqanlar var, qarindoshlari, tog'alari va ondan yiroq tuqqanlari, bularning ichidagi zakatga ehtiyojli qo'yganliklariga tamamen berishki buludu. Berishki buludular emas, bular boshqalar qarag'an vaqti nima afzal. Chunki bunda desa bo'ladi masalan, bir sili rahim yetkazganlik, ikkinchisi farznoda. Zakat farznoda qilgan bo'ladi va sili rahimni. Chunki Alloh subhanahu va taolo bularni sening tuqqaning qilib belgilab qo'ydi. Buningda bir maqsad muddavo. Sen berishga tegishli zakatingni, qilishga tegishli sili rahmingni bular qilsang kim qiladi? Shunday. Endi mana shu suhbatimizda oxirgi bosqichlarga kelib qolgan turdik. Ba'zida boshqa shahardagi urug' tuqqanlar tarafidan to'y yoki mehmondorchilik o'xshagan ishlarga da'vat qilinib, ba'zida masalan hatto davlat atlab masalan yoki olmaydi 1000 kilometrlarcha musofa bilan da'vat qilinadigan ahvollar bor. Shunda ahvol ostida mayli makonninki yoki yo'lning uzoqligi sababidan bo'lsin yoki
mazkur da'vat qilingan shaxsninki iqtisodiy ahvolining yarvamaslik sababidan bo'lsin, shu da'vatga istijob qilmasligininki o'zi sil rahimni uzganlik kiramdi yoki uni illa sil rahimni yetkazish uchun keyingi vaqtda o'zi bir vaqti yarvagan vaqtda berib yo'qlab kelishi zarur bo'lamdi. Endi bir ziyofatga chaqirildi. Mayli u to'y yoki aqiqa yoki har xil munosabatlar bo'lsin, bir ziyofatga chaqirildi. Chaqirishning o'zi sunnat bo'lib qolsa, bu chaqiriqqa ovoz qo'yishning o'zi vojibini farz bo'ladi. Bu bir nuqta. Undan keyin yo'l yiroq, biroz japa berib kelishga ancha-muncha chiqim ketadi masalan, yoki biroz charchab qolasan degandek bir sabablar bo'ladi. Bir nuqta oldi bo'lay. Taqatdan yuqurib qolgan vaqtda tamam. Masalan, berib kelgudek hali yo'q. Kesal masalan. Yoki berib kelgudek iqtisodi yo'q, aniq bakroq, masalan, bayatni sizlagandek chat elda bo'lib qoldi. Yoki yo'lda har xil sabablar tufayli qilamidi bo'lib qolsa, uning hukmi boshqa. Ammo qolaydi. Biroz japa tatidi. Mayli iqtisodiy jihatdan, mayli jismoniy jihatdan biroz charchaydi. Bunda bo'lib qolsa, men bir gapni dey. Agar inson mayli o'zining tuqqanlari bo'lsin, qo'lim xo'shlari bo'lsin, do'st birodarlari bo'lsin, hech kimning jafosini tatmayman, hech kimning g'imini yemayman. Men o'zim bilan adam, o'zim bilan yashayman deb qolsa, bu odam emas. Bu inson emas. Inson bo'lish sifati bilan cho'qim o'rtaq ijtimoiy yashaydi. İctimai yaşaydı degan gap. O'zining tuqqanlarininki, do'st birodarlarininki, atrofidagi qo'lim xo'shlarining ma'lum darajada yukini ustiga oladi degan gap. Bu yerda faqat birov boshqalarninkini ham olmaydi. Har inson o'zining boshqalarninkini ma'lum darajada oladi. Qo'shnining ma'lum jafosi tushadi, tuqqanlarining ma'lum jafosi tushadi. Hammadan shunda. Endi odamninki shu mas'uliyat, shu jafo, shu g'amlarni ustiga ololig'ini qarab turib darajasi belgilanadi. Ustiga ololgan mas'uliyat doirasida shu odamning martabasi belgilanadi. O'zining bir kishilik oilasining mas'uliyatini ustiga ololadigan odam bor. Bu bir oilaning beshi bo'ladi. Bir mahallasininki mas'uliyatni ustiga elib shularga qo'lidan kelishcha yaxshilik qiladigan, sir rahmi qiladigan, ularning ishlarini havada qiladigan odam bo'ladi. Bu mahallasining beshi bo'ladi. Agar bir millatininki gapni biroz cho'ysak, xizmatini qilib, millatining g'amini ustiga elib, millatining dardini o'zining dardi qila olgan odam millatining beshi bo'ladi. Asli inson qanchalik mas'uliyatni ustiga ola olsa, insonda shunchalik maqom paydo bo'ladi, shunchalik ru'ya, nazar doirasi kengayadi. Uning shunchalik darajasi Alloh subhanahu va taoloninki nazarida qana qildi, o'rlaydi. Shu bu insonlik bu. Biz islomdan o'ta insonlik. Men o'zim bilan nima yashayman? Men yolg'iz odamdim. Uni bilan nima chaqirgan bu inson emas mavjud. Biz hayvonlar dunyoga qarab baqsak, hayvonlar dunyosi bundan yaxshiroq chiqadi. Bu islom mushunga dal mushni tashabbus qiladi. Shunga urug' tuqqanlarininki, yoki do'st birodarlarininki va boshqalarninki, qo'lim qo'shnilarninki bir ziyofatga olgan chaqiriqi ya bir to'y tukunga olgan chaqiriqi amaliyotda insonning ijtimoiyligining bir talabi. Bundan azroq jafo ketadi, azroq badal to'laydi, balki birga azroq kiro ketishi mumkin. Chunki sen shunda bir kunlar kelasanki, sening bu yo'ngda o'tkazgan bir ziyofatga odam kelishga ehtiyojing bo'ladi. Sen bo'lmaganda har qanday keladi. To'g'ri. Har odam shaxsiyatliklar yarasa, boshqalar qanday qiladi vaqtda. Shunga buningga alohida ahamiyat berish kerak. Mushumi o'zaro sil rahmaning qatoridir. Ana biz yuqoridagi so'zimizda sil rahim yetkazishninki vojibligini ta'kidladik endi. Ota yoki ona tarafdan kelgan tuqqanlarning hammasi sil rahim yetkazishninki muhimligi va vojibligini ta'kidladik endi. Qanchaki yaqin bo'lsa, shunchalik muhimligini. Endi masalan, mana shu tuqqanlar ichida birasi to'y qildi
yoki qizni chiqadi yoki o'g'lini o'yladi deylar. Shu to'yda endi aroq sharob yoki usul aralashib ayol. Ammo shunda bo'lgan bir shariatimizda taklimi qo'yilgan bir musulmon uchun bir ishlar sodir bo'lgan bir to'y bo'lib qolsa, shu tuqqunninki to'yga qatnashishi lozimmi endi? Biz yuqorida urug' tuqqanchilikni yetkazish vojib dedik endi. Ana shunda ahvolda qanday qilish kerak? Endi kishininki hamma urug' tuqqan, hamma xulon qo'shna, hamma do'st birodarlarning hammasi kishiga o'xshash o'zining diniy qimmat qarashida yashaydigan, dinning ta'limotiga hayotini tatbiqlaydigan, Allohdan qo'rqadigan bo'lishini atayin. Ba'zida urug' tuqqanlarning ichida biroz diniy ta'limotlarga uymaydigan, masalan, biroz o'zining diniy qimmat qarashlarini raqiq yashaydigan, ya'ni diniy tarafi ojiz urug' tuqqanlar bo'lib qoladi. Bu tabiiy haqqan odamning bor. Endi mushlar sizlagandek ba'zi ziyofatlarni o'tkazib qoladi, ba'zi to'ylarni qilib qoladi. To'ylarda ba'zi bir shariatga xilof bo'lgan ko'rinishlar bo'lib qoladi. Mayli aroq bo'lsin yoki naqsh suv degandek. Mashta ahvol ostida amaliyotda mushta ahvolga duch kelgan kishiga nisbatan bu ichki chalmada bir paxtakni so'qishaydigan bir gapimiz bor. Bir cho'ng fursat. Masalan, qanday fursat bu? Masalan, vaqti to'yga kelmaydi. Ammo to'yning oldidan tavsiyam bir 2-3 kun ilgari o'zining aprishga tegishli hadiyasini oladi va boradi. Agar mushtaq qildig'ini o'qsa, berib o'zining avval ko'nglini ifodalaydi. Seyli rahmat vazifasini ado qiladi. Va shunga deydiki, o'zining shuncha kagisining bog'liqini, o'zining ko'nglini yaqin tutganligini, ammo to'yda ma shakldagi shariatga, bizning qimmat qarashimizga, millatning madaniyatiga zid ish bo'lganligi uchun men kelinmayman to'yga. Ammo bu sizlarga bo'lgan muhabbatimning yo'qligini ifodalamaydi, munosabatimizning uzilganligini ifodalamaydi. Mening yaxshi ko'nglim bu degan bir shaklda birisi seyli rahmini davom qila oladi, yana birisi shu odamning shu to'yda shu shariatga xilof ishlarni qilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Balkim shu kishininki shu ishi bilan to'y egisi yoki ziyofat egisi o'zininki a shakldagi to'y planini, ziyorat planini qanday qilishi mumkin, o'zgartirishi mumkin. Shunga bu ahvolga duch kelganlar hech siqilmasin. Shu shaklda muomala qilish orqali balkim uningdan go'zal bir natijaga erishilishi mumkin. Ammo buningga qo'pollik bilan yoki bunaqa bir xil yiriklik bilan bizda ba'zi bir ahvol bor ya. Munosabatni uzadigan mushu munosabatlar. Qarshi tarafga bir xil texnik yiroqlashtiradigan bir muomalada bo'lish mencha toza uyg'un ko'rmayman. Gerçi to'yda yoki ziyofatda ma'siyat bo'lsa, ma'siyatga berish, ma'siyatga rozi bo'lish, o'tirishimiz to'g'ri emas. Ammo butunlay tashlab o'tishning o'zi ham to'g'ri emas. Balki seyli rahmini joyida qilish kerak. Va bu ma'siyatning oldini olish uchun eng go'zal uslub bilan, hikmat bilan uni qo'pollashtirib qo'ydigan, arini buzib qo'ydigan shaklda emas, hikmat bilan, aql bilan bir muomala. Chunki oyatning tashabbusi shu. Allohning yo'liga hikmat bilan, aql bilan, donolik bilan chaqiradi oyatda. Boshqalarga muomala qilgan vaqtda eng go'zal muomala qil deydi. Itfa billati hi ahsan. Ud'u ila sabil robbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Oyatning tashabbusi shu. Shunga go'zal uslublarni ishlatish kerak mashta vaqtlarda. Ziraklik bilan muomala qilish kerak. Buning go'zal natijasi chiqishi mumkin. Biz suhbatimizning oxirgi nuqtasiga kelib qoldik. Endi mana shu sili rahimni yetkazish masalasi to'g'risida millatimizga bir 30 sekundlik oxirgi so'zni. Endi biz bugungi Turkiyada yashayotgan sharoitimizga qarata haqiqatan bir qiyin sharoit turyapmiz. Mayli o'zimizning ota-onasi, urug' tuqqanlari ko'pinchimizning vatanda qiliqliq. Bularga siyl rahmat qilish, yaxshilik qilish emas, bir kurishash, hatto
bir ovozni anglashma imkoniyati bo'lmayapti. Alloh subhanahu va taolo yaqin kelgusi yaqin zamonda Alloh bu ahvollarni eng go'zal bir holatga o'zgartirib berishini so'raymiz. Mushuningki talafisi shaklida biz tuqqanlarimizga yaxshilik qilolmayapmiz. Ahvol so'ramayapmiz. Mencha bugungi atrofimizdagi tuqqanlar yoki tuqqan emas do'stlar yoki tunish bilishlarga shu siyli rahmi, yaxshilik qilish, o'zaro munosabatni yaxshilash bir kayfiyatini shakllantirish orqali vatanni qolgan urug' tuqqanlarimizning orasida qilolmagan siyli rahmini do'st birodarlarimizning tunish bilishlarimizning orasida umumlashtirib olishimiz mumkin. Mushu yaxshi ishimiz sababli Alloh subhanahu va taolo bizni pat arada o'zimizning tuqqanlari, ota-onamiz bilan, o'z vatanimiz bilan kurashga nasib qilishi mumkin. İnşallah. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, shuni bilan huquq va majburiyat nomli programmamizningki 13 bölümünü mishada oxirlashtirman. Bu munosabat bilan programmamizningki mehmoni ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman va Alloh taolodan bütün xalqimizga ittifoqlik, birlik va mehribonlik bir-biriga ko'yinadigan haqiqiy qarindoshlikni o'tirg'a chiqib berishni so'rayman. Alloh taolo hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر